Assalomu alaykum. Bugun polimerlanish mavzusiga oid ikkitagina misol ko'rib chiqamiz. Biladiganlarga takror, bilmaydiganlarga ilm bo'lib qoladigan ma'noda shu video darsimizni olyapmiz va bizni qo'llab-quvvatlaysiz. Polimerlanish nima? Polimerlanish organik moddalar, inorganik bo'lishi ham mumkin. Asosan organik moddalarda pi bog' hisobiga, ya'ni energetik jihatdan kuchsizroq, ya'ni sigma bog'iga nisbatan kuchsizroq bog'larning temperatura yoki katalizator ta'sirida parchalanib, ikkinchi molekulani xuddi shu pi bog'larni parchalanishidan hosil bo'lgan qoldiqlar bilan bog'lanish hisobiga bir nechta uzun molekulalar katta uzun molekulalarning hosil bo'lishiga polimerlanish deyiladi. Mana keling, bugun mana shu sertifikat savolida tushgan din uglevodorodning polimerlanishi ko'rsatilgan. Ko'radigan bo'lsak, juda oddiy, yaxshilab sinchiklab qaralsa, e'tibor berilsa, o'rganish juda ham oson. Qo'shbog' bo'ladigan bo'lsa, mana shu din uglevodorodda qayda qo'shbog' bo'lsa, o'sha pi bog'ni uzishga harakat qilamiz. Va har doim polimerda turgan payti qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, endi molekulalarning ichida juda zich joylashgan bo'lsa uzilmasligi mumkindir. Odatdan uziladi. O'rtasini uzib tashlaymiz. Faqat pi bog'ini uzamiz. Uzganimizdagi o'sha bog'ni mana yashil bilan ko'rinib suriladi. Bu taraf surilgan. E'tibor beradigan, uzilib kelganda mana bu ikkita uzilish bilan mana shu yerda bitta bog' hosil bo'ladi mana. Mana bu chetlarda esa yakka bog' bo'ladi. U esa boshqa molekula bilan bog'lanib, keyin polimer nima qiladi? Hosil bo'ladi. Endi mana shu joyda ham tushuntirib ketishimiz kerakki, polimerning yonidagi radikallar mana shu radikal siqilgan, nima deydi? Mana bu molekula bog'lanayotgan vaqtida fazoviy zichlik hisobiga bu radikalni pastga siqib qo'yadi va xullas mana buni hozir mana shu enta deyilgani uzun molekula degani. Shuning hisobi mana shu holatda nima qilamiz? Yozib olamiz. Xo'p, agar molekulada bitta qo'shbog' bo'ladigan bo'lsa, u ham uziladi. Ko'rayotgan bo'lsa, mana shu joyda uzamiz. Albatta uzamiz. Uzganimizdan keyin bitta molekula bu tarafga ketadi, yarim bog' bu tarafga qarab ketsa, yarim esa chap tarafga qarab ketadi. Natijada o'sha uning atrofidagi radikallar fazoviy zichlik hisobiga nima qiladi? Pastga tushadi. U farqi yo'q. Xohlasangiz tepaga yozsangiz ham bo'ladi. Muhimi o'sha yoniga turib qolmasa bo'ldi. Mana o'shaning hisobiga nima edi? Yakka bog'larimiz keldi va o'sha bog'lar, o'sha yarim bog'lar bilan boshqa molekula bog'lanib, uzun molekula hosil bo'ladi. Va bir nechta shunaqa molekulalar qo'shilib makromolekula hosil bo'ladi va bu makromolekulaga polimer deb ataladi.